Assalomu alaykum qadrdonlar. 2026-yil 22-yanvar. Bizda ob-havo yaxshi. Hamma yo'qlarimiz bor. TV mahsulotlar hamma yo'q bor. Kechagina yonimizda akamizni mahsulotlarni reklamalar qo'ydik. Andijondan kelishibdi ko'rib. Eski listovoy, sasna, to'sinlar qo'yiladi. Toshkentdan kelamiz yepti. Stavapilar bilan to'sin berishibdi. 415 lik bilan. Kimga qanday narsalar zarur bo'lsa aloqaga chiqarsizlar. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib rasman narxlarni so'rab to'g'risi biz yangi TV sotamiz. To'sin, vassa, stravapila, mavlud, reyka hamma yo'lamiz bor. Endi yonimizda akamiz eski u narsa hech kim olib chiqmagan bu narsa video qilib. Ular listovoyi ham bor, sasnasi ham bor, hamma razmerlarida bor. Uzuni noyob narsalar. 3 metrlikdan boshlab 6 metrli 670 gacha bor. 5 ga to'rakalar bor. 10 ga 24 li qari to'singa narsalar bor. Kimga qanday narsalar zarur bo'lsa aloqaga chiqarsizlar. Bu 670 li, uzuni 670, 10 ga 20 li. Listovoy sasna avalash. Bo'ladi. 415 li strapilalar bor. 5 metrli, 5,5 metrli. Ularni ham bilamiz. 90 ming bilan 100 ming o'rtasida deyaptilar. Adashmasam. Yuklashyapti. Aka, narxlar yaxshimi? Andijondan kelibdilar. Nurjonga gaplar obunachilar aka. Sizlarni material ko'rib, yaqdan ko'rib, mana Andijonda. Vallahi aka. Qo'yinlar ham aloqaga chiqarsizlar. Akamiz nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Sekin yuklashlar boshlandi. Ko'ng'ish yerda o'larlar.